Yana bitta murojaat. Videoni oxirigacha ko'ring. Ariston teshilib qolgan. Maksim Gorkiy metro atrof Mirzo Ulug'bek tumaniga kelganmiz. Hozir kuzatamiz. Bozor voy-ku. Nima gap? Qoching, zang suv oqyapti dedingizmi? Mana bu Aristonimiz italyanskiy 6 yil 7 yil tozalatilmagan, ishlayapti-ku deb ishlatishavergan, natijada mana hamma joyidan teshilib, mana zang suvlar oqib qolgan. Mana bu yerlardan suv oqyapti, mana yerlardan suv oqyapti. Kimda uyda mana shunaqa suv oqish kuzatilsa, обязательно birdan tokdan sug'urib qo'ying. Chunki mana bu yerda ichkarida tok bor. Simlarga agar suv tegadigan bo'lsa, zamikayni bu mana bu korpus yonib ketadi. Natijada tepa ham yonib ketadi, erib ketadi. O'shaning uchun suv tomdimi uzib qo'ying, ishlatmang. Suv tomayotgan Aristonni sirazu uzib qo'yingizlar. Hozir endi buni musorga tashishga to'g'ri keladi. Videolarimizni kuzatishda davom eting. Toshkent bo'ylab kimga Ariston, dug' kontur, katyonlar, Aristonlar remont qilish, ustanovka qilish, tozalash xizmatlari, dug' kontur, katyonlarni tozalash, remont qilish xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Qo'ng'iroq qilgan zahotingiz yetib boramiz. Bugunning hisobida 2-chi, kecha 3 ta Aristonni musorga tashlatgan. Bugun bu 2-chi teshilgan Ariston. Portlab ketadi deb qo'rqmang, mayli, portlamasin hech kimniki. Men aytayapman sizga. Kommentariyalarda yozyapsizlar, bo'lmagan gap pul ishlash uchun boshqa. Umuman iloyim klient bo'lmasin bizga, lekin bitta narsani bilinglarki, bu portlab ketmagan taqdirda ham 6 yil 7 yil tozalatmasdan ishlatyapsizmi? Hamma joydan suv oqib qoladi, zanglab teshiladi, yangi olishingizga to'g'ri keladi. Bittadan like bosib ketasizlar.